Odil Yoqubov Ko'hna dunyo. Ko'hna dunyo romani o'zbek adabiyotida muhim o'rin egallagan tarixiy, falsafiy asarlardan biridir. Asarda Sharq uyg'onish davri, ayniqsa o'rta asrlardagi ilm-fan, ma'naviy va siyosiy hayot chuqur badiiy tasvirlangan. Roman voqealari buyuk allomalar Abu Ali ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy hayoti, taqdiri hamda ularning yo'lidagi mashaqqatlari asosida rivojlanadi. Asarda ilm ahlining jamiyatdagi o'rni, hukmdorlar bilan munosabati, adolat va zulm o'rtasidagi ziddiyatlar asosiy mavzu sifatida ko'tariladi. Muallif olimlarning bilmiga bo'lgan cheksiz intilishi, haqiqat yo'lida qilgan fidoyiligi va bu yo'ldagi ichki iztiroblarini katta mahorat bilan tasvirlaydi. Ibn Sino va Beruniy obrazlari orqali ilm fanining insoniyat taraqqiyotidagi beqiyos ahamiyati yoritiladi. Roman davomida saroy muhitidagi fitnalar, hokimiyat uchun kurashlar, jaholat va mutassiblikning ilm va taraqqiyotga to'sqinlik qilishi aniq ko'rsatib beriladi. Shu bilan birga muallif insonning ichki dunyosi, vijdon, e'tiqod va ma'naviy mas'uliyat masalalariga ham alohida e'tibor qaratadi. Ko'hna dunyo nomi o'tmish hayotini ifodalash bilan birga insoniyat tarixida takrorlanib turadigan muammolar, adolatsizlik, ilm va jaholat to'qnashuvi ramzi sifatida talqin qilinadi.